nimasi? Xodimlar bo'limi, 7-xona, buxgalteriya hisobi, 7-xona, utilizatsiya 7-xona. 7-xonani qidiryapsanmi? Ha, uni. Pochchang bir xil bo'lishini xohlaysanmi? 7-xonaga qanday borish mumkin? U 7-qavatda, zinam u yoqda. Liftga o'tirganim ma'qul. U ishlamaydi. Uni zinani tanlayman. Tozalashda yordam bera olmaysanmi? Nima? Yaxshi ish-ku. Jiddiy gapiryapsizmi? Yo, meni qiladigan ishlarim juda ko'p-da. Bo'pti, boshqa safar. Gapingda turgin. 7-kuni soat 7da bo'sh bo'laman. 7-kuni soat 7da. Ko'rinishdan istiqbolli. Hey! Mening hayotimdagi yana bitta bekorchi kun. Hey! Bu yerdagilar o'lib ketishganmi, ha? Shoshmay tur, chiroqni ta'mirlayapman, yonsa aytarsan. Yondi, charaqladi. Yorqin nur. Ha, ko'plar uchun shunday. Ular zulmatda kun kechiradi. Mendan yashirinishadi. Lift buzilgan deng? Ha, ammo uni ham ta'mirlayapman. Qarsakka o'chib yonadimi? Yo'q, ammo tizim soz ishlaydi. Shap shap, shap shap, shap shap tap tap va bo'ldi. Shap tap degan qo'shiq ham bor. Egam qo'llasin. Men boray endi. Mayli-ku, lekin qismating shu yerda. Biroz bo'lsang kerak. Seni anchadan beri kutaman. Qo'yil bobladingiz. Ham boshliqsiz, ham elektr ustasi, ham tozalovchi. Bayram zo'r bo'lar ekanda. Qarang, sarxush bo'lmang. Kimdir uyga ketish kerak axir. Ha, doim hazilkash bo'lgansan biroz. Xuddi otangday. U ham o'zini ishlab urintirmasdi. Afsuski, qo'l mehnatining qadriga ko'plar yetmaydi. Bu esa ozodlik demak. Eng baxtiyor odamlar ishidan terkida anqib qaytadiganlar. Bu tushunarli. Ammo qayerdan otam va meni pejirim raqamini bildingiz? Men sen haqingda ko'p narsani bilaman biroz. Deyarli hamma narsani. Sen aytgan, bajargan yoki orzu qilgan hamma narsa bari mana bu qutida saqlanadi. Qo'yil, men uchun butun boshli qutimi? Ha. Bir ko'rsamaydimi? Marhamat. Bu meni hayotim. So'nggi qayd meni biroz xavotirga soldi. Yo'qolsin qo'lqoplar egam. Egam mendan borimni tortib oldi. Egam kattalashtiruvchi, oyna ko'targan xafa qiluvchi. Meni xafa qil, xafa qiluvchi. Men kufrga beruvchi emasman, biroq oxirgi ibora meni kuldirdi. Siz josuslik qilyapsizmi? Kimsiz o'zi? U yuborgan vakil, ya'ni qismatman. Meni osmon va yerni yaratuvchisi jo'natdi, alfa va omega. Ha, shamol qayerdan esganini bildim. Biroz qarshingda taqdir. Bingo! Nishonga urdim. Oxirgi javobingiz shumi? Surishtiruvchilar natijasi bu uning elchisi. Bing 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 bing. Mayli, tanishganimdan xursandman. Taqdir Grand Canyon uchun rahmat. Qolgan ishlarda omad tilayman. Akacha, siz haligi g'ossiz. Bilasizmi nima? Hamma o'rtama yona bo'ladi. Faqat mana bu quti meni biroz hayron qoldirdi. Har qanday ahmoq quti devor ortidan chiqib kelayotganini bilib olardi. Faqat bu buklangan joyini topish kerak, xolos.
qayerdadir yashirin belgi bo'lishi kerak yoki bo'shliq. Qayerda? Gipsokartondami yo betonda? Mayli, zo'r kiyla ekan. Qoyilmaqom, zo'r. Xo'sh, ortimda nechta barmoq bor? Biroz. Egamning qahrini keltirma. Topolmasangiz oddiy odamsiz. 3, 2, 4, 9, 6, 8, 1. Bo'pti. Endi qancha? 7. Qo'rqas. Sen undan ko'p shikoyat qilding. Tan olishim kerak, hatto meni ham. Shoshmang, yaqin kelmang. Meni burchakka tiqib qo'yishgani yovvelashib ketaman. Men esa sizni xafa qilish xohlamayman. 5-sinfda seni qiz bola kaltaklagan. Ha, ammo u urgan edi. Mendan katta qiz edi. O'sha on ko'zingni quyosh nuri qamashtirdi. Bu bir bahona. Senga ish taklif qilmoqchiman. Ishmi, qanaqa ish? Meni ishimni.